Assalomu alaykum mana aziz opa-singillarim. Juda ham ko'pchilik bir tiyin bunaqa kalendarlar, yana bir nimalar deb turgan joyda 4 ta qizi bo'lib turib, qo'rqmasdan o'g'ilga Allohga tavakkal harakat qilgan mana bitta mijozimda. 4 ta qizdan keyin bitta abortlari ham bo'lish kerak. Hozir ko'ramiz sizlar bilan. O'g'ilcha tug'ildi mana. Shunchaki tavakkal qilib, sababini qilib ko'rdilar, xolos. 100% o'g'il tug'asi garantiya. Xudodan ham ustunman deydigan usul hech qayerda yo'q. Hech kim sizga 100% bu usullar degani ham yo'q. Bunchalik negativ yozgandan ko'ra, mash ayollarga o'xshab chiroyli niyat qilib havas qilib qo'yinglar. Eng avvalo ko'nglingiz toza bo'lsa, Alloh yetkazadi. Mana 23-yil yozganlar, bularni bitta homilasini jinsini biz aniqlaganmiz. Nisbiy bular ham 82% qiz chiqqan, usullarda 18% usul o'g'il ko'rsatgan. Katta foizda qiz va yozganlar mana. Qizchalik bo'ldim, 4-qizimni hisoblatgandim, 9 oylik bo'ldi, 24-yil mayda yozyaptilar. Endi qaranglar, endi o'g'il bolaga grafik qilib ko'rdik, o'g'il oylarini qo'ldan kelgancha aniqladik, qolgani Allohdan. Mana homiladorliklar bo'ldi. Assalomu alaykum, 11 haftalik qizga o'xshayapti degandi. Bugun o'ziga tushdim, o'zi ham adashadi. 100% narsa yo'q, biz bandamiz. Biz sababini qilamiz. Alloh beradi. Siz qo'rqmasdan harakat qilib ko'ring. Istalgan usul bilan duolar qilib so'ring yoki qanaqadir harakat qilib ko'ring. Baribir Allohga tavakkal qilasiz hammasida. Mana 12 haftada 100% o'g'il dedi. Rasmini ham chiqarib ber, 4 qizim bor degandim. Iltimos ko'ring, rostdan ham o'g'ilchami deb hayajon bilan yozganlar. Bu Allohdan ustun qo'yish emas, bu shunchaki bir sababi. Qarang. Fevralda yozyaptilar, mana avgustda yozganlar. Fevralda 100% o'g'il degandi, 4 qizim bor edi. 11-fevralda o'g'illi bo'ldim. Katta rahmat deb mana polvonchani rasmini jo'natdilar. Iltimos ko'nglingizni keng qilinglar. Kim niyat qilgan bo'lsa chiroyli kommentariylar yozib ketsin. Ilohim bu yil sizni ham xonadoningizga mana shunaqa asal o'g'lonlar, asal qizaloqlar kelsin ilohim.